Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Galdagi video darsimiz neft sanoatining asosiy qurilmalaridan biri hisoblangan rektifikatsion kolonnalar haqida bo'ladi. Rektifikatsion kolonna bu vertikal silindrsimon qurilma bo'lib, u amalda kimyoviy birikmalar aralashmasini haydash hamda fraksiyalash jarayonlarini amalga oshirish uchun qo'llaniladi. Qurilma ichidagi mahsulotni uzluksiz ravishda qizdirish va kondensatlash mobaynida bug' va suyuqlik fazalarini o'zaro istalgan konsentratsiya va miqdorlarda olish mumkin. Mazkur ko'p bosqichli bug'latish va kondensatlash orqali aralashmalarni yuqori darajada tozalash va tarkibiy qismlarga ajratish aynan rektifikatsiya jarayoni hisoblanadi. Uning mohiyati suyuqlik aralashmalarini ularning qaynash haroratlari farqiga ko'ra ajratishga asoslangan. Rektifikatsion kolonnalar ichki tuzilishiga ko'ra asosan nasatkali va tarelkali kabi turlarga bo'linadi. Nasatkali rektifikatsion kolonnalar asosan sanoat ahamiyatiga ega hisoblanib, bunda davriy va doimiy nasatkalar ushbu rektifikatsion kolonnalarning asosini tashkil etadi. Doimiy nasatkalar inert material, xususan keramik sharlar va metall elementlar va hokazo qatlamlardan iborat bo'lib, jarayonning kontakt yuzasini oshirish uchun xizmat qiladi. Konstruksiyaning yengilligi, materiallarning inert va arzonligi shu kabi nasatkalarga ustunlik bersa, yuqori qarshilik va flagmalarning noteksiz taqsimlanishi esa ularning asosiy kamchiligi hisoblanadi. Davriy nasatkalar teshikchali metall listlardan tuzilgan kompleks qatlam hisoblanadi. Garchi ular yuqori samarador deb qaralsa-da, bosimlar farqining mavjudligi va tannarxining qimmatligi doimo ta'kidlab kelinadi. Tarelkali rektifikatsion kolonnalar ayniqsa neftni qayta ishlash sohalarida eng keng qo'llaniladigan qurilmalardan biri hisoblanadi. Jarayonda asosan tarelka orqali bug' va suyuqlik o'rtasida issiqlik va massa almashinish jarayonlari sodir bo'ladi. Sanoatda qalpoqli, elakli, klapanli va S-simon tarelkalar keng miqyosda uchraydi. Kolonnalar umumiy holda yuklash, qizdirish va konsentrlash zonalaridan iborat. Bunda yuklash zonasi orqali kolonnaga dastlabki xomashyo kiritiladi. Qizdirish zonasi yordamida ayni aralashma uzluksiz bug'latiladi. Konsentratsion zonada esa asosiy kondensatsiya jarayonlari sodir bo'ladi. Rektifikatsion kolonnaning normal ishlashi uchun konsentratsion zonaning yuqorisiga uzluksiz ravishda flagmaning yuborilishi, qizdirish zonasida esa uzluksiz issiqlik yoki toza bug' berib turilishi lozim. Yuklash zonasiga odatda xom ashyo, bug' va suyuqlik aralashmasi ko'rinishida kelib tushadi. Bu yerda bir bosqichli bug'lanish kuzatilib, muvozanat holatdagi bug' va suyuqlik hosil bo'ladi. Har bir tarelkada yuqoriga ko'tarilayotgan bug' hamda pastga oqayotgan suyuqlik o'zaro kontaktda bo'ladi. Natijada bug' qaynash harorati past komponentlarga, suyuqlik esa qaynash harorati yuqori bo'lgan komponentlarga boyib boraveradi. Ushbu jarayon yuqoriga va pastga qarab bosqichma-bosqich davom etadi. Natijada kolonnaning yuqori qismidagi bug' va pastki qismidagi suyuqlik kerakli tarkibga ega bo'ladi. Yuqori qatlamdagi bug'ning bir qismi kondensatlanib, flagma oqimi hosil qiladi va tarelkalar bo'ylab pastga tomon oqib boradi. Pastki qismdagi issiqlik ta'sirida suyuqlikning bir qismi bug'lanib yuqoriga ko'tariladi.
kondensator va qaynatgich yordamida kolonnadagi suyuqlik va bug' oqimlari zarur haroratlarda ushlab turiladi. Qurilmaning yuqori qismidan past haroratda qaynovchi komponentlar ajratib olinadi. Ushbu qism rektifikator deb ham nomlanadi. Rektifikatsiya jarayonlari asosan ikki turdagi natija bilan yakunlanadi. Ba'zan ikki komponentli mahsulot, ba'zida esa 3 va undan ortiq komponentli mahsulotlar hosil bo'ladi. Bu kabi holatlarning oldini olish va turli fraksiyalarni ajratib olish uchun kolonnalarga maxsus ajratish tarelkalari o'rnatish maqsadga muvofiqdir. Shuning bilan bu galgi video darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur.